Yangi BYD Sea-Line 7. Bu premium elektr SUV mashinasi. Sotuvda ikki xil komplektatsiya mavjud. 567 km orqa privodli va 542 km to'liq privodli flagship pozitsiyalari bor. Sea-Line 7 0 dan 100 km tezlikka bor-yo'g'i 4,5 soniyada chiqadi. Shu avtomobil zamonaviy qulaylik va texnologiyalar bilan jihozlangan. Rulni isitish tizimi, haydovchi charchoqlarini aniqlovchi DMS monitoring tizimi, avtomobil 15,6 dyumli aylanuvchi markaziy ekran bilan jihozlangan bo'lib, tizim rus tilida, o'zbek tillarida ham qo'llab-quvvatlaydi. Men bugun ikkinchi marta BYD kompaniyasining tadbirida ishtirok etdim va ularning har doim yuqori darajada o'tkazilishini aytib o'tmoqchiman. Bu safar ular Toshkent shahri markazidagi Toshkent City'da yangi Sea-Line 7 avtomobilining taqdimotini o'tkazdilar. Bu mashina sahnaning ustida suvda turgan va bu hammani hayratda qoldirdi. Bizga ajoyib shou namoyish etildi. O'zbekistonning eng yaxshi mezbonlari tadbirni olib bordilar. Keyin kompaniya bosh direktori bizga eng muhim ma'lumotlar va mashinaning asosiy xususiyatlarini taqdim etdilar. Shuningdek, oxirida bizni mazali furshat kutib oldi. Bugun yana bir bor amin bo'ldimki, BYD O'zbekistondagi yetakchi avtomobil kompaniyasi bo'lib, faqat yuqori sifatli va zamonaviy avtomobillar ishlab chiqaradi. BYD Sea-Line 7 bu texnologiyalar, nafis dizayn va haydovchi uchun maksimal qulayliklar uyg'unligi.